Farg'ona tumani. Sportning qo'l jangi bo'yicha kichik o'smirlar va yoshlar o'rtasida viloyat birinchiligi musobaqasi Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i 2 sport maktabida bo'lib turgan tadbirdan sizlarga foto va video lavhalarni ulashamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Rahmat. Sportchilarimizni taqdirlash uchun Farg'ona tumaniga Qizil belbog'da Ashirali va Farzand Farg'ona tumani. Uning raqibi Ko'k belbog'da Hakimova Rayhona O'zbekiston tumani. Va qizil belbog'ga, va qizil belbog'ga. Va qizil belbog'ga. Bal qizil belbog'li sportchiga oyoq zarbasi uchun. Ushlash holati inobatga olindi. Sportchilar. Yaxshi, shlemlarni yechdi sportchilar. Shlemlarni yechdi. Futbolchi sportchilarimizni jarohatda borgan sababli Farg'ona tumani sportchisi Ashurali va Farzona g'alaba qozondi. Sportchilarimizni taqdirlash uchun Farg'ona tumani hokim boshlig'i. Hokimi Bashrafov Nodir akamizni qarshi olganmiz. Marhamat. O'zbekistonlik sportchilar taqdirlashga 35 kilo. To'xtanazarov 3-o'ra. Farhodov Temur 3-o'ra. Vofijonov 2-o'ra. Yursunaliyev 1-o'ra. Marhamat. Tezda chiqamiz. Hasanov O'rayimjon va Dulhayoxon O'zbekiston chempioni qarshilar bilan. Babajon va Ruxshona O'zbekiston chempioni qarshilar bilan. O'zbekiston chempioni Ashuraliyeva Marjona Farzona qarshilar bilan. Tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Farg'ona viloyat qo'l jangi federatsiyasi ijrochi direktori Akbarov Kamoliddin Jamoliddinovich. Farg'ona tumani hokimi Mashrabov Nodirbek Ro'ziboyevich bitta qarsini chaptasizlar.
Bugungi bayramlaringiz bilan